Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun siz bilan juda ham muhim, nafaqat hozirda pensiya oluvchilar, balki yaqin kelajakda pensiya yoshiga yetadigan har bir inson uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi bir maydan boshlab nafaqaxo'rlar uchun juda yomon yangiliklar. Bu sarlavha ko'pchilikni xavotirga solishi tabiiy, ammo men sizga vaziyatni to'liq tushunishingiz va keraksiz xavotirlardan qochishingiz uchun barcha tafsilotlarni yetkazishga harakat qilaman. Shu sababli iltimos, diqqat bilan tinglang va bu videoni oxirigacha ko'ring. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Bu bizning muhim ma'lumotlarni imkon qadar ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Muammoning tub mohiyati, oldin qanday edi va endi nimalar o'zgardi? Ma'lumki, mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimi doimiy ravishda takomillashtirilib boriladi. Shu jumladan nafaqalar tayinlash va to'lash tartibi ham vaqti bilan yangilanadi. An'anaviy tarzda pensiya tizimi nisbatan barqaror va tushunarli mexanizmga ega edi. Nafaqaxo'rlar belgilangan yoshga yetgach yoki zarur ish stajiga ega bo'lgach, ijtimoiy himoya agentligi yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilishar. Barcha zarur hujjatlarni topshirishar va belgilangan muddatda pensiya tayinlanib, har oy bank kartasiga yoki pochta orqali yetkazib berilardi. Bu jarayon bir maromda, kamdan kam hollarda ortiqcha muammosiz kechardi. Qoidaga ko'ra, pensiya tayinlangandan so'ng, uning miqdori har yili inflyatsiya darajasi hisobga olingan holda indeksatsiya qilinardi, ya'ni oshirib borilardi va buning uchun nafaqaxo'rning qo'shimcha harakati talab etilmas edi. Barcha ma'lumotlar davlat organlari bazasida saqlanar, yangilanishlar avtomatik tarzda amalga oshirilardi. Ammo bir maydan boshlab joriy etilgan yangi tartiblar bu tizimga sezilarli o'zgartirishlar kiritmoqda. Asosiy o'zgarish nafaqaxo'rlar bazasini doimiy ravishda aktualizatsiya qilish, ya'ni uni yangilab borish va pensiya oluvchilarning real hayotiy sharoitlariga, ayniqsa ularning daromad manbalariga mosligini tekshirish zaruriyati bilan bog'liq. Davlat ijtimoiy himoya tizimining barqarorligini ta'minlash, mablag'larning maqsadli sarflanishini ta'minlash va shaffoflikni oshirish maqsadida. Endilikda pensiya oluvchilar ma'lum bir guruhlari uchun qo'shimcha tasdiqlash va ma'lumotlarni yangilash talab etiladi. Bu o'zgarishlar ayniqsa bir nechta daromad manbalariga ega bo'lgan yoki pensiya tayinlangandan so'ng ish faoliyatini davom ettirayotgan shaxslarga taalluqlidir. Shuningdek, ba'zi bir ijtimoiy imtiyozli toifalar uchun beriladigan qo'shimcha to'lovlar ham endi yangi mezonlar asosida qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu degani endilikda sizning pensiyangiz miqdori yoki uning uzluksiz to'lanishi faqat pensiya jamg'armasining harakatlariga emas, balki qisman sizning o'zingizning faolligingizga ham bog'liq bo'lib qolmoqda. Bu xabar ayrimlar uchun xavotirli bo'lsa-da, aslida bu tizimning adolatli va aniq ishlashini ta'minlashga qaratilgan harakatlardir. Bir qism batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasa ham bo'ladi. Ushbu yangi qoidalar doirasida har bir nafaqaxo'r o'z vaziyatini sinchkovlik bilan tahlil qilishi lozim. Birinchi navbatda kimlar xavotirlanishi kerak? Asosan, quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar e'tiborli bo'lishlari shart. Bir ishlayotgan pensiya oluvchilar. Agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, ammo hali ham rasman ishlayotgan bo'lsangiz, ya'ni mehnat shartnomasi asosida maosh olsangiz, siz yangi tekshiruvlar nishoniga tushishingiz mumkin. Bu ayniqsa bir vaqtning o'zida ham pensiya, ham ish haqi oluvchilar uchun muhim. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, ba'zi hollarda bu shaxslar ikki tomonlama imtiyozlardan foydalanmoqda degan fikr mavjud. Misol uchun, Mirzajonov ota 70 yoshda, u umumiy pensiya oladi. U rasman o'qituvchilik faoliyatini davom ettirib, oylik 3 million so'm maosh oladi. Oldin uning ish haqi pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilmas edi. Pensiya alohida hisoblanar, maosh alohida to'lanardi. Endi esa uning umumiy daromadi ma'lum bir chegaradan oshgan taqdirda, unga to'lanadigan ba'zi qo'shimcha pensiya imtiyozlari qayta ko'rib chiqilishi yoki hatto bekor qilinishi mumkin. Yoki ayrim hollarda pensiya miqdori uning ish haqi bilan birga hisoblanib, qayta indeksatsiyadan o'tmasligi yoki avvalgi darajada oshirilmasligi mumkin. Bu kabi holatlarda pensiya miqdori pasayishi emas, balki uning keyingi o'sishi sekinlashishi yoki qo'shimcha to'lovlar olib tashlanishi kutilmoqda.
Ikki qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lgan pensiya oluvchilar, bularga oz-ozini band qilgan fuqarolar, ijara daromadlari oluvchilar, qimmatli qog'ozlardan dividend oluvchilar yoki boshqa rasmiy bo'lmagan daromadga ega bo'lganlar kirishi mumkin. Masalan, Nargiza opa 65 yoshda pensiya oladi va shuningdek, shahardagi kvartirasini talabalarga ijaraga berib, har oy 2 million so'm qo'shimcha daromadga ega. Oldin bu daromad uning pensiyasiga mutlaqo ta'sir qilmagan. Yangi tartibga ko'ra, agar Nargiza opa o'zining ijara daromadini rasman ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsa, davlat organlari uning daromadlarini aniqlagan taqdirda, uning pensiyasi miqdori qayta ko'rib chiqilishi yoki unga nisbatan ma'lum bir soliq majburiyatlari yuzaga kelishi mumkin. Ba'zilarning fikricha, bu choralar davlat budjetiga tushumni oshirish bilan birga fuqarolarning daromadlarini legallashtirishga undaydi. 3 yashash joyini o'zgartirganlar yoki uzoq muddat chet elda bo'lganlar, agar siz pensiya olishni boshlaganingizdan keyin doimiy yashash manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilmagan bo'lsangiz, yoki uzoq muddat, masalan, 6 oydan ortiq chet elda yashab qaytgan bo'lsangiz, pensiya to'lovlarida uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Sababi pensiya to'lovlari ko'pincha yashash joyi bo'yicha beriladi va agar sizning bazadagi manzilingiz eskicha bo'lib, siz u yerda yashamayotgan bo'lsangiz, tizimda nomuvofiqlik yuzaga keladi. Misol uchun, Azimov bobo oilasi bilan chet elda 2 yil yashab qaytgan. Pensiya to'lovlari uning bank kartasiga tushgan, ammo endi yangi tizim shartlariga ko'ra, u o'zining yashash joyi haqida yangi ma'lumotlarni taqdim etishi va shaxsini tasdiqlashi lozim. Aks holda, uning pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatilib, qachonki u barcha hujjatlarni taqdim etib, o'zining O'zbekistonda yashashini tasdiqlamaguncha pensiya to'lanishi qayta tiklanmaydi. 4 hujjatlari eskirgan yoki ma'lumotlari yangilanmagan shaxslar, pasportingiz muddati o'tgan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa-yu, yangi karta haqida pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, siz ham risk guruhiga kirasiz. Davlat xizmatlari markazlari orqali yashash manzili va fuqarolik holati haqidagi ma'lumotlar avtomatik yangilanib borishi kerak bo'lsa-da, ba'zi bir texnik nomuvofiqliklar sababli ma'lumotlar bazasida xatolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, Karimova Xola 75 yoshda, uning pasportining muddati 2 yil oldin tugagan, ammo u hali ham eski pasporti bilan yashaydi. Yangi tizim avtomatik tekshiruvlar o'tkazganda, uning pasport ma'lumotlari eskirganligi aniqlanadi va pensiya jamg'armasi unga to'lovlarni to'xtatib turishi haqida xabar yuborishi mumkin. Bu holda Karimova Xola yangi pasport olishi va bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilishi lozim bo'ladi. Endi esa kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Asosan, quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun jiddiy xavotirlanishga hojat yo'q. Faoliyatini to'xtatgan va faqat pensiyaga bog'liq bo'lgan shaxslar. Agar siz nafaqaga chiqqandan so'ng ishlamayotgan bo'lsangiz va pensiyadan boshqa doimiy daromad manbangiz bo'lmasa, shaxsiy ma'lumotlaringiz yangi bo'lsa, sizning pensiyangizga nisbatan jiddiy o'zgarishlar kutilmaydi. Sizga nisbatan qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazilishi ehtimoli kam. Barcha hujjatlari tartibda bo'lgan va ma'lumotlarni doimiy yangilab turuvchilar. Agar siz pasportingiz muddati tugaganini muntazam nazorat qilib tursangiz, familiyangiz o'zgarganida pensiya jamg'armasini o'z vaqtida xabardor qilsangiz, bank kartangizni yangilagan bo'lsangiz, siz ham xavfsiz zonada hisoblanasiz. Davlat tomonidan beriladigan imtiyozlardan foydalanuvchilar, agar ular tegishli tartibda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ba'zi maxsus toifalar, masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar uchun beriladigan pensiyalar, ularga nisbatan ham tekshiruvlar amalga oshirilishi mumkin. Ammo ularning o'rniga qo'shimcha imtiyozlar saqlanib qolishi ehtimoli yuqori. Muhimi, ular ham o'z hujjatlarini tartibda saqlashlari kerak. Ikki qism istisnolar, tuzoqlar va oshkor bo'lmagan nozik jihatlar. Har bir qoida o'z istisnolariga ega bo'lganidek, ushbu yangi tartibda ham ba'zi nozik jihatlar mavjud. Istisnolar. 1. Ijtimoiy yordam to'lovlari, ayrim pensiya oluvchilar, ayniqsa kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bor shaxslar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar pensiyadan tashqari ijtimoiy yordam to'lovlarini ham olishadi. Bu to'lovlar ko'pincha daromad chegarasiga qarab belgilanadi. Yangi qoidalar ushbu to'lovlarning shaffofligini oshirishga qaratilgan bo'lib, agar sizning daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshmasa, siz bu to'lovlarni avvalgidek olishingiz mumkin. Ba'zi hollarda, agar sizning daromadingiz kutilmaganda oshib ketsa, bu ijtimoiy yordam to'lovlari qayta ko'rib chiqilishi mumkin, ammo pensiyaning o'zi pasaytirilmaydi.
Misol uchun, yolg'iz yashovchi Qodirova buvi 80 yoshda. U pensiya bilan birga kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqa ham oladi. Agar uning yoniga katta o'g'li chet eldan kelib, uning nomiga doimiy ravishda mablag' o'tkazishni boshlasa, bu mablag'lar uning umumiy daromadini oshirib, kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqasini bekor qilinishiga olib kelishi mumkin. Lekin uning asosiy pensiyasi o'zgarmaydi. 2. Ma'lum muddatga beriladigan pensiyalar. Ba'zi hollarda pensiya ma'lum muddatga tayinlanadi. Masalan, mehnat qobiliyatini vaqtincha yo'qotganlik bo'yicha pensiyalar. Bu turdagi pensiyalar har yili yoki belgilangan muddatda qayta ko'rib chiqiladi. Yangi tartib bu jarayonni yanada qat'iylashtirishi mumkin. Yana qayta ko'rib chiqish jarayonida qo'shimcha hujjatlar va tasdiqlovchi ma'lumotlar talab etilishi mumkin. Agar siz o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tib, tegishli xulosa taqdim etmasangiz, pensiya to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Tuzoqlar va nozik jihatlar. 1. Axborot yetishmovchiligi. Eng katta tuzoq bu xabardorlikning pastligi bo'lishi mumkin. Ko'plab pensiya oluvchilar televideniya yoki internetdan foydalanmaydi va yangi qoidalardan bexabar qolishi mumkin. Bu esa ularning pensiya to'lovlarida uzilishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli bugungi videomiz aynan shu maqsadda yaratilgan. Yaqinlaringizni xabardor qiling. 2. Byurokratik to'siqlar, hujjatlar igish, navbatda turish, pensiya jamg'armasi xodimlari bilan muloqot qilish keksa yoshdagi kishilar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Xususan, agar sizning vaziyatingiz biroz murakkabroq bo'lsa, masalan, ish joyingiz xorijiy kompaniyada bo'lsa yoki daromadingiz bir necha manbadan kelgan bo'lsa, hujjatlashtirish jarayoni ancha murakkablashishi mumkin. 3. Texnik muammolar. Davlat xizmatlari portalida ma'lumotlarni elektron tarzda yangilash yoki tekshirishga harakat qilganda, tizimda xatolar, serverda uzilishlar yoki boshqa texnik qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa jarayonni kechiktirib, pensiya to'lovlarining o'z vaqtida amalga oshirilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. 4. Noto'g'ri talqin. Yangi qoidalarni noto'g'ri tushunish yoki pensiya jamg'armasi xodimlarining turli xil talqinlari ham ba'zi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, pensiya jamg'armasining bitta bo'limida biron bir hujjat talab etilsa, boshqa bo'limda esa bu hujjat shart emasligi aytilishi kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli har doim rasmiy manbalardan aniq ma'lumot olishga harakat qiling. 3 qism amaliy maslahatlar. Nafaqaxo'r nima qilish kerak? Aniq ko'rsatmalar. Xo'sh, yuqorida aytib o'tilgan yomon yangiliklar sizning pensiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi uchun nima qilish kerak? Quyida sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. 1 qadam, o'z vaziyatingizni tahlil qiling. Avvalo, yuqorida sanab o'tilgan risk guruhlaridan biriga kirishingizni aniqlang. Siz rasman ishlayapsizmi? Mehnat shartnomasi asosida. Pensiyadan tashqari boshqa daromad manbalariga egamisiz? Ijara, biznes, o'z-o'zini band qilish. Yashash manzilingizni o'zgartirganmisiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermaganmisiz? Pasportingiz muddati o'tganmi yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringiz, familiya, bank kartasi o'zgarganmi? Uzoq muddat 6 oydan ortiq chet elda bo'lganmisiz? Agar bu savollardan biriga ha javobini bersangiz, keyingi qadamlarga o'ting. Aks holda sizning xavotiringiz kamroq bo'lishi mumkin, ammo baribir 2 qadamni bajarishingiz tavsiya etiladi. 2 qadam, hujjatlaringizni tekshiring va yangilang. Pensiya to'lovlari bilan bog'liq har qanday muammoning oldini olish uchun quyidagi hujjatlaringizning amalda ekanligini va tartibda ekanligini tekshiring. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport. Pasportingizning amal qilish muddati o'tmaganiga ishonch hosil qiling. Agar muddati o'tgan bo'lsa, zudlik bilan yangi pasport oling. Pasportdagi ma'lumotlar, familiya, ism, sharif, yashash manzili, pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlarga mos kelishi kerak. Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasi. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, ish stajingiz to'g'ri aks etganiga ishonch hosil qiling. Agar hozirda ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz barcha ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirayotganini tekshiring. Bank kartasi. Pensiya tushadigan bank kartangizning amal qilish muddati o'tmaganiga ishonch hosil qiling. Agar u eskirgan bo'lsa, bankdan yangi karta oling va uning raqamlarini pensiya jamg'armasiga xabar bering. Boshqa daromad manbalarini tasdiqlovchi hujjatlar. Agar mavjud bo'lsa, agar siz ijaradan yoki boshqa tadbirkorlik faoliyatidan daromad olsangiz, bu daromadlarning rasmiy tarzda ro'yxatdan o'tganligi va soliqlar to'langanligini tasdiqlovchi hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying.
3 qadam. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling yoki Mening pensiyam portalidan foydalaning. Eng muhim qadam bu ma'lumotlaringizni yangilash va tekshiruvdan o'tish. Buning uchun bir nechta yo'l bor. Shaxsan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish bu eng ishonchli usul. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi va yuqorida sanab o'tilgan boshqa zarur hujjatlarning aslini va nusxalarini olib boring. U yerda mutaxassisga o'z vaziyatingizni tushuntiring va ma'lumotlaringizni tekshirishni so'rang. Agar ma'lumotlaringizda nomuvofiqlik aniqlansa, darhol uni tuzatish choralarini ko'ring. Ba'zi hollarda sizdan ariza yozish talab etilishi mumkin. Arizada o'z ma'lumotlaringizni, familiya, ism, sharif, tugilgan sana, pasport seriyasi va raqami, yashash manzili, pensiya guvohnomasi raqamini ko'rsatib, ma'lumotlaringizni yangilash yoki tekshiruvdan o'tkazishni so'rashingiz kerak bo'ladi. Davlat xizmatlari markazlari orqali ko'pgina pensiya bilan bog'liq xizmatlar davlat xizmatlari markazlari orqali ham ko'rsatiladi. Bu markazlar sizga hujjatlarni topshirishda va arizalar shaklini to'ldirishda yordam berishi mumkin. Elektron hukumat portali Mi.gov.uz orqali agar siz internetdan foydalanishni bilsangiz va elektron raqamli imzoga ega bo'lsangiz, Mi.gov.uz portalidagi Mening pensiyam bo'limi orqali o'z pensiya ma'lumotlaringizni tekshirishingiz, pensiya hisoblash holatini ko'rishingiz va ba'zi ma'lumotlarni elektron tarzda yangilashingiz mumkin. Bu ayniqsa yoshroq va texnologiyadan foydalana oladigan pensiya oluvchilar uchun qulay. 4 qadam. Agar pensiya to'lovlari to'xtatilsa, darhol chora ko'ring. Agar sizning pensiya to'lovlaringiz bir maydan keyin uzilib qolsa, vahima ko'tarmang. Bu shuni anglatadiki, tizimda ma'lum bir nomuvofiqlik aniqlangan va sizdan ma'lumotlarni aniqlashtirish talab etilmoqda. Yuqorida aytilgan 3 qadamni zudlik bilan bajaring. Barcha zarur hujjatlarni tayyorlab, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Jarayonni kechiktirmaslikka harakat qiling, chunki qancha kechiksa, pensiya to'lovlarining tiklanishi ham shuncha cho'zilishi mumkin. Ma'lumotlarni tasdiqlaganingizdan va nomuvofiqliklar bartaraf etilganidan so'ng, pensiya to'lovlari odatda avvalgi oylar uchun ham hisoblab to'lab beriladi. 5 qadam. Atrofdagilarni xabardor qiling. Sizning oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz va qo'shnilaringiz orasida yuqoridagi risk guruhlariga kiruvchi nafaqaxo'rlar bo'lishi mumkin. Ularni bu yangiliklardan xabardor qiling. Kerak bo'lsa, hujjatlarni tartibga solishda yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilishda yordam bering. Ayniqsa keksa va yolg'iz yashovchi kishilar uchun bu yordam juda qimmatli bo'ladi. Xulosa va yakuniy chorlov. Xulosa qilib aytganda, 1 maydan boshlab pensiya tizimida joriy etilgan yangi tartibotlar, avvalo, pensiya oluvchilarning ma'lumotlar bazasini aktualizatsiya qilish, daromad manbalarini shaffoflashtirish va tizimning adolatli ishlashini ta'minlashga qaratilgan. Bu yomon yangiliklar aslida ehtiyotkorlikka va faollikka chaqiruvdir. Agarda siz rasman ishlayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lsangiz, yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz yoki hujjatlaringizda nomuvofiqliklar bo'lsa, zudlik bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ma'lumotlaringizni yangilashingiz shart. Aks holda, pensiya to'lovlarida vaqtinchalik uzilishlar yoki ba'zi imtiyozlarning bekor qilinishi kabi noxush holatlar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, hurmatli tomoshabinlar, o'z salomatligingiz va moliyaviy barqarorligingiz haqida qayg'uring. Bu video siz uchun foydali bo'lganiga umid qilaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshqa nafaqaxo'rlarga beradigan maslahatlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ularni albatta o'qiyman va javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'lish orqali muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.